Один ekspert o'ynayman, o'sha maqsad o'shanga pul tashab, pul yutaman degan maqsadda shu ish qilganman. Poytaxtimizning Yunusobod tumanida olib qochilgan Spark rusumli transport vositasi Bektemir tumanida gumondor shaxs bilan birga qo'lga olindi. Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida transport vositasini olib qochishda gumon qilingan shaxs aniqlanib qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi transport vositasini egasining ruxsatisiz avtomobillar yuvish shoxobchasidan boshqarib ketgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlarining olib borgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida transport vositasi topilib, gumon qilinuvchi qo'lga olindi. 9:30 atrofida Yunusobod 19-kvartaldan Mo'ykadan mana shu Spark'ga olib ketib qoldim. Keyin bu yoqqa kelganimga hozir 1 soatcha bo'ldi. Maqsad so'yib sotish edi. Один ekspert o'ynayman, o'sha maqsad o'shanga pul tashab, pul yutaman degan maqsadda shu ish qilganman. Oldin taksi qilganman, hozirda shu Mo'ykalarda ishlab yuraman. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv va protsessual harakatlar olib borilmoqda. Fuqarolardan avtotransport vositalarini qarovsiz qoldirmaslik, kalitlarni begona shaxslarga ishonib topshirmaslik hamda xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilishlari so'raladi.